Tavbaning sharti birinchisi qilingan xatolarga haqiqatdan nadomat qilish. Endi yoshlikda bo'ladida falonchi ham qilgan, men ham qilib qo'yibman. Endi o'sha kuni o'shuna qilmasam bo'lmasdi, o'sha kuni achchig'im chiqarib yubordi, haqiqatda o'lmasam bo'lmasdi. Endi kattaroq pul, endi o'sha vaqtda shu qiziqib qilib qo'ydingda deydigan o'zini oqlovlar bo'lsa, u tavba bo'lmaydi. Men haqiqatdan xato qildim. Haqiqatdan nafsimning ko'yiga kirdim. Haqiqatdan shaytonga aldandim. Haqiqatdan men yomonman. Ya Alloh endi kechirgin, endi yaxshi bo'layin deb yomonlikni tan olib, xatolarni tan olib, nadomat bilan achinish kerak. Birinchi shart. Ikkinchisi haqlarni shu Alloh subhanahu va taoloning o'ziga tavba, nadomat, ikkinchisi qaytganini Allohga e'lon qilish kerak. Parvardigor qaytdim o'sha gunohdan. Uchinchisi qaytib qilmaslikka ahd qilish kerak. Ahd va'da berish kerak. Parvardigor qaytib qilmayman. To'rtinchisi odamlarning haqqi bo'lsa, ularni halol qilib qo'yish kerak. Agar o'sha haqlarni ado qilmasa, Allohga bo'lgan oldingi 3 ta tavba o'tmaydi. 3 bosqich, ya'ni nadomat, Allohga kechirim so'rash, qaytib qilmaslikka bo'lgan ahd o'tmaydi, bandalar bilan o'zingiz o'rtangizdagi munosabatda agar o'rtadagi rozilikni hosil qilinmasa. Yana bitta qo'shimcha, ularni yuvadigan yaxshi amal qilib qo'yish tavsiya qilinadi. Lekin yuqoridagi 3 tasi shart. To'rtinchisi odamlar bilan bo'lgan munosabatlardagi tavbaning shart. Mana shu 4 ta shart to'la ado qilinishi kerak. U hamma gunohdan birdan tavba qilinishi kerak. Borki valoyinchi emas, yo'q. Yo'inki mayli falon narsani qilaman-u, tavba, lekin falonchi ishim bor, shuni sal endi 1-2 yildan keyin qilarman desa bo'ldi, qo'yanni ham qabul qilinmaydi. To'g'ri, biz ahli sunna val jamoada tavbaning bir qismi, masalan, inson bitta narsadan tavba qilsa qabul qilinadi deyiladi. Ya'ni masalan, kishi 2 ta gunoh qilayotgan bo'lsa, bittasidan tavba qilsa qabul qilinadi deyiladi. Qaysi ma'noda? Orqasidan ikkinchisini ham qilguncha, ikkinchisidan tavba qilguncha qabul qilinadi bo'lsa. Lekin men uni qila olaman deb jur'at qilsa qabul qilinmaydi. Lekin tavba inshaalloh uni ham qilaman deb turib, banda ojizligidan bittani tavba qilib olib, ikkinchisiga qarab yurayotgan bo'lsa, inshaalloh birinchisi ham o'tadi. Umid qilinadi shunday. Lekin asli tavbaning qoidasi hamma gunohdan birdan tavba qilinadi. Zohiriy, botinisidan, hatto qalbdan o'tganidan, yomon gumondan tavba qilish kerak. Bir safar kech qolgansiz, men siz haqingizda yomon gumon qilganman. O'shandan ham tavba qilish kerak. Agar qalbdagi gunohlardan ham tavba qilinmasa, qalbdagi gunohlar ko'p, yomon gumon bor. Birovni yomon, musulmonni yomon ko'rish bor. Qalbda adovat saqlash bor, hasad bor, kibr bor, ujub bor, o'ziga baho berish, riyo bor. Serob qalb gunohlari o'ta serob. Shuning uchun Alloh vazaru zohiral ismi va batina, gunohni oshkorini ham, maxfisini ham tashlaylar degan. Faqat zohirisini emas, botinligini ham tashlang. Hammasini tashlash kerak. Keyin tavba bo'ladi. Men riyodan tavba qildim, ammo lekin menda yaxshi odam yo'q, kibrdan tavba qilolmayman desa, u tavba bo'lmaydi u riyodan. Hammasidan tavba qilish kerak. Ana hammasidan tavba qilib, Alloh subhanahu va taologa yuzlanadi.